Yurtdoshlarimiz salomatligi iste'mol qilinadigan suv sifatiga bevosita bog'liq. Suv ochiq havzadan quvurlar orqali xonadonlarimizga kirib kelishi uchun bir necha bosqichli tindirish, filtrlash va xlorlab zararsizlantirishdan iborat. Murakkab tozalash jarayonlaridan o'tadi. Bugungi kunda viloyatimizda barcha imkoniyatlar sarf etilgan holda kuniga 190 ming kub metr ichimlik suvi iste'molchilarga yetkazib berilmoqda. Bunda albatta minglab insonlar mehnat qilib, millionlab kilovat elektr energiya va boshqa resurslar sarf bo'ladi. Shu boisdan ham elektr energiya uchun tariflarning oshishi va boshqa omillar tufayli ichimlik suv uchun tariflar ham oshirildi. Shulardan kelib chiqib, xalq deputatlari Xorazm viloyat kengashining 2025-yilning 20-maydagi qaroriga binoan 2025-yil 5-iyunidan suv iste'moli uchun quyidagi tariflar amalda qo'llaniladi. Ichimlik suvi aholi uchun 1 metr kub 4500 so'm. Byudjet tashkilotlari uchun 1 metr kub 10400 so'm. Ulgurji iste'molchilar uchun 1 metr kub 10400 so'm. Oqova suv xizmati aholi uchun 1 metr kub 1850 so'm. Byudjet tashkilotlari uchun 1 metr kub 3800 so'm. Ulgurji iste'molchilar uchun 1 metr kub 3800 so'm. Narxlar qo'shimcha qiymat solig'isiz ko'rsatilgan. Bugungi kunda 258.778 nafar aholi va 5044 nafar yuridik iste'molchilarga ichimlik suv yetkazib berilmoqda. Ularning to'lov madaniyatiga rioya qilmasligi ushbu ishlab chiqarish jarayoniga salbiy ta'sir qilishi shubhasiz. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 15-iyuldagi kommunal xizmatlar ko'rsatish qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga asosan ogohlantirilishiga qaramasdan qarzini to'lamay kelayotgan iste'molchilar tarmoqdan ajratiladi. Tarmoqqa qayta ulanish uchun esa qarzini yopishdan tashqari jismoniy shaxslar bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari, yuridik shaxslar 10 baravari miqdorida to'lovni amalga oshirishlari lozim bo'ladi. Foydalanilgan ichimlik suv uchun hisob-kitob o'z vaqtida amalga oshirilmagan taqdirda qarzdorlik iste'molchidan sud tartibida xarajatlari bilan birgalikda undiriladi. Ichimlik suvi tarmoqlariga o'z boshimchalik bilan ulanish va suv ta'minoti korxonasiga zarar yetkazish qonunbuzarlik hisoblanadi. Agarda yetkazilgan zarar miqdori oz miqdorda bo'lsa, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 163-moddasi 1-qismiga asosan jismoniy shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 10-15 baravarigacha, yuridik shaxslarga 15-25 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Oqova suv tarmoqlariga noqonuniy ulanganlik aniqlanganda esa jarima miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 5-10 baravarigacha, yuridik shaxslarga 10-15 baravarigacha jarima solinadi. Shuningdek, bunday holatlarda suv ta'minoti korxonasiga yetkazilgan zarar ham undiriladi. Shu o'rinda iste'molchilardan ichimlik suvdan qonuniy tarzda oqilona foydalanishni so'rab qolamiz. Unutmang, suv bu kundalik hayotimiz uchun eng muhim resursdir. Undan oqilona va maqsadli foydalanish, ta'minot xizmatlari uchun o'z vaqtida to'lov qilish orqali siz fuqarolik majburiyatlaringizni bajargan bo'lasiz.